So'nggi kunlarda viloyatimiz avtomobil yo'llarida ayrim haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari, avtomashina tezligini me'yordan ortiq oshirib boshqarishi va e'tiborsizliklari natijasida yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Buning oqibatida ko'plab insonlar bu yorug' olamni bevaqt tark etishiga yoki bir umr mayib majruh bo'lib qolishiga olib kelmoqda. Ana shunday hodisalardan biri joriy yilning 1-yanvar kuni Shovot tumani hududidan o'tuvchi 9V012 avtomobil yo'lining 21-kilometrda qo'riqlovga olinmagan temir yo'l kesishmasida sodir bo'ldi. Joriy yilning 1-yanvar kuni soat 14:50 chamasida Shovot tumani Bo'rachi mahallasi, Shamoljon Atanas mahallasi hududida o'tgan mahalliy ahamiyatga molik 90V012 avtomobil yo'lining 21-kilometrda 1995-yilda tug'ilgan Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi Shovot Urganch yo'nalishida boshqarib kelib, qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasida yo'l harakati qoidalarining 116-117 bandi talablari, ya'ni svetofor ishoralari hamda yo'l belgilari talablariga rioya qilmasdan 422-kilometr piket 031 yo'nalish 124 reysda harakatlanib kelayotgan poyezd yo'nalishiga yo'l bermasdan svetoforning taqiqlovchi qizil ishorasida harakatlanishi natijasida 124-sonli reysda harakatlanayotgan poyezd bilan to'qnashuv natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi tan jarohati olib, Shovot tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Shovot tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, Shovot tumani hududidan o'tgan mahalliy ahamiyatga molik 90V012 avtomobil yo'lining 21-kilometrda qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasida ko'ngilsiz yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ushbu sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi o'rganilganda haydovchi yo'l harakati qoidalarining temir yo'ldan o'tish qoidalarini qo'pol ravishda buzib, ya'ni yo'l belgilari, svetofor ishoralariga rioya qilmasdan harakatlanish natijasida sodir bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda barcha yo'l harakati ishtirokchilaridan hamda haydovchilardan temir yo'ldan o'tish qoidalariga qat'iy rioya qilishlari hamda yo'l harakati qoidalarining barcha bandlari talablariga qat'iy rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Zero yo'l qoidasi umr foydasidir.